Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 46-cı dərs telefon əlifbası, yəni telefon alfabet bilan tanışıb çıxımız. Qanamsa diqqətinizlər dərsimizdə bolsun. Əmdi bu telefon əlifbası nimə degan vaqtda bu bir xil həciləş əlifbası deyə atsaq boldu. Yəni Golland tilida İşte bazı hərflərinki oxunuşu oxşab ketidi. Məsələn, B bilan D, P. Bularninki tələffüz qilgan vaqtimizda tilimizdən ağız boşluğundan çıxış o'rni oxşash o'g'achqa ba'zida anglagan vaqtimizda B desa P deyotgandek, D deyotgandek işte anglab qoldi qulqimizga. Şuna bular mushxil xatolik, mushtayliq tələffüz oxşash bo'lgan hərflərninki talab o'xshash bo'lgan hərflərning xatolashib qilishini oldini olish uchun telefon əlifbası deb, yəni həcələşdə, işte telefonda so'zlashgan vaqtimizda so'zlarni to'g'ri shaklda ifodalash uchun mushta bir əlifba ijod qilib chiqibdi ekan. Shun buning ismi ham telefon əlifbası. Shun bu əlifba odatda telefonda paranglashganda, masalan, o'zinglarning ismini, pochta nomeringlarni, uyinglarning adresi, ish qilib işte bir uchurlarni yetkazgan vaqtda to'g'ri hajilashni ishlatamiz. Telefon əlifba shakli shu. Buni endi shu yodlab olsanglar bo'ldi. Shu Golland tilida 26 hərf bo'lg'achqa har bir hərfga mos kelgan vaqt so'zlarni so'zga işte bir so'zlarni har bir hərfga mos kelgan so'zlarni bular tuzib chiqibdi ekan. 26 hərf. Endi buning hammani yodlab bo'lish tez bo'lishi mumkin, lekin endi hech bo'lmaganda o'zinglarning ismini to'g'ri hajilashni, pochta o'zinglarning uyingizninki pochta nomerini to'g'ri hajilashni o'rganib olsanglar bo'ldi. Buni qanday ishlatamiz degan vaqtida, masalan, agar sizning ismingiz Arslan bo'lsa, masalan, Arslan degan ismni hajilab berang deb qolsa, u chaqda Anton, Richard, Simon, Leo, Anton, Nico deb, yani aş isminglarninki, yani Anton, A van Anton, Ray van Richard, S van Simon, L van Leo, A van Anton, N van Nico deb mushta shaklda hajlab bersanglar, o chaqda qarshi taraf isminglarni eng to'g'ri shaklda yoza oladi. Ham sizlarmi boshqalarning ismini to'g'ri shaklda yozib olishni xohlasanglar, qarshi tarafdan hajlab berishni talab qilsanglar bo'ldi. Masalan, pochta nomerini agar pochta nomeringiz 1234 BD bo'lib qolsa, u chaqda Bernard Derek deb hajlab bersanglar, u chaqda qarshi taraf asosan BD deb yozib oldi. Odatda ma B bilan D yiliq talaffuz chiqadigan o'rni o'xshash o'g'achqa B desa D deyotgandek, D desa B deyotgandek anglab qoldi. Lekin Bernard Derek deb bersa, qarshi taraf u chaqda Bernard degandan keyin darhol B, Derek degandan keyin darhol D ni qolisiga keltirdi. Endi bu asosliq mana ismlarni ish qilib ilxat adreslarimiz, pochta nomerimiz, mushta nimalarni eng to'g'ri shaklda yetkazishda, hajilashda bilmasak bo'lmaydigan bir muhim əlifba. Shun buni o'zinglarning ismini hech bo'lmaganda pochta nomerini yodlab o'rganib olsanglar bo'ldi. Ondan boya ko'rsatganim endi Gollandiyaning telefon əlifbasi, lekin odatda xalqaro harbiy ishlarda xalqaroda ayrim ishlatilgan telefon əlifbasi bor. Şun buni internasional yoki NAFO, NATO alfabet deb atab qo'ydi ekan, ya'ni harbiy ishlarda ishlatiladigan. Bu biz odatda harbiy qismlarda xizmat qilmagandan keyin bizga hajitim tushmaydi, lekin buni men qisqacha bir bilib qo'ysanglar degan shaklda yo'llab qo'ydim. Men buni ham qiziqqanlar, yodlashni xohlaydigan bo'lsanglar, o'rganib olsanglar bo'ldi. Ma'qulamsa bugungi darsimiz shunchalik. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.